Umar ibn al-Hattob radhiyallohu anhu Ubay ibn Ka'bdan so'radilarki, taqvo haqida savol qilganlarida Ubay ibn Ka'b aytgan ekanlarki, "Ama salakta tariqan za shawk?" Tikanlik yo'lga yurganmisan dedilar. Qola bala, qola fama amilta. Tikanli yo'lga yurganman. Lekin shu tikanli yo'lga yurganingizda nima qilgan edingiz deganlarda, qola shammartu vajtahattu. Ehtiyotimni hammasini ishlatib, shu yerda biror bir tikanni bosmaslikka g'ayrat qilib ehtiyotkorlik bilan yurganman degan. Qola fadalikat taqva. Taqvo shuki, xatolar tikanini ko'rganda ana shu yerdan ehtiyot bo'lib o'tishlik taqvo dedilar.